etilgan va mana shu rivojlanish konsepsiyasi ham bor inklyuziv ta'limda. 25-yilga o'tgan yilga berilganki 50% maktablarimizda inklyuziv ta'lim joriy etilsin degan. Demak, davlat tomonidan va huquqiy asoslari inklyuziv ta'limga juda ham zo'r, gapi yo'q. Lekin bugungi kunda davlat tomonidan juda ham ko'p ishlar qilyapti. Birinchi bu umumta'lim maktab o'qituvchilarini boshida ular juda ham norozi bo'lishgan. Hozir o'zlari mahallaga borib imkoniyati cheklangan shunaqa rivojlanishi orqada qolgan bolalarni qidirishyapti. Nima uchun? Nima uchun deb o'ylaysiz? Nima uchun? Nima oldin yo'q deyishganda hozir o'zlari qidirishyapti? Eshitmagansizlar, bilmaysizlarmi? Chunki har bir bola uchun 10% ustama oladi. Demak, agar 3 ta bola bo'lsa, necha foiz oilaga o'qishilar ekan? 30%. Hali yo'q, o'qitmayman degan o'qituvchi bugungi kunda o'qitaman deydi. Chunki moddiy, hammamiz moddiy tomondan qiziqamiz. Hammalar agar 2 milliondan o'rniga 5 million sizga oylik beradi desa, qayerga borasizlar ishlashga? Shuning uchun o'qitdi. Lekin inklyuziv ta'limimizda bugungi kunda juda ham ko'p qilingani bilan ko'p muammolarimiz bor. Qanaqa muammolarimiz bor? Nima deb o'ylaysizlar? Bormi, yo'qmi? Kim maktabda yoki bog'chada ishlaydi? Hech kim ishlamaydimi? Demak, bilmaysizlar. O'qigan endi hali etmagandirsiz, endi bo'ldi. Bular nimadan taraf sessiyadan keyin endi o'qishdi. Endi o'qishdi. Inklyuziv ta'limga ijobiy yondashganlar juda ko'p. Lekin hech narsa bilmaganlar ham juda ham ko'p. Shuning uchun inklyuziv ta'limda 4 ta komponenti bor. 4 ta yo'nalishi bor-da. Undan ham ko'p bo'lishi mumkin, lekin asoslarini sizlar bilishinglar kerak. Birinchi bu huquqiy asoslari. Demak, O'zbekistonda, bizning davlatimizda huquqiy asoslari zo'r ta'minlangan. Konstitutsiya, ta'lim qonuni va hamma konsepsiyalarda. Tushunarlimi? Bu yerda hech qanaqa nizomlar, yana hozir qo'shimchalar, yana hozir shtatlar ochilyaptiki, sizlar hech qachon qo'rqmanglar, ishsiz qolmaysizlar. Maxsus pedagoglar inklyuziv ta'limda maxsus pedagoglarda shtati bor. Shtati ham yomon emas, oyligi ham yomon emas, bog'chaga nisbatan. Shuning uchun demak, hozir shtat yetishmagani uchun 3-4-kursdan olishyapti, hozir po-mo'yim to'xtatishdi. Chunki talabalarda diplomi yo'q defektologlarda qonun bo'yicha ishga olish mumkin emas. Lekin afsuski bizani nodavlat tashkilotlarimiz juda ham ko'p. Korreksion, logopedik va hokazo. Ularga mutaxassislar kerak. Sizni birinchi kursda bo'lasizmi, ikkinchi kursda bo'lasizmi? Sizni o'zlari, siz unga pul to'lab, o'qitib, yana o'sha yerda ishlayapsizlar. Bu noto'g'ri. Men bunga qarshiman. Chunki ota-ona ishonib sizlarga bolalarini olib kelganda, sizlar hali to'la mutaxassis, bakalavr emassizlar. U 300 to'laysizlarmi, 500 dollar to'laysizlarmi? Bir oy o'qitib sizni hech qachon yaxshi mutaxassis qila olmaydi o'sha markaz direktori. Shuning uchun kelajakda sal o'ylab ish tutinglar bunaqa narsada. Agar bu ham bir to'g'ri aytyapmanmi? Yana to'g'ri. Endi bu meni achinarli narsa shuki, biz ota-onani juda ham noqulay ahvolga qo'yamiz. Ular bizga ishonib bolalarni beryapti-da, biz mutaxassis sifatida unga yondasha olmaymiz. Logopedmi? Logopedik ish qilish kerak. Surdopedagogmi? Surdopedagogik ish qilish kerak. Lekin hozir murakkab nuqsonli bolalarimiz ko'proq, shuning uchun men logoped bo'lsam ham, o'sha koklear implant bormi, zaif eshituvchi bormi, men ishlay olaman. Lekin kar bola bilan men aytaman, yo'q, men ishlamayman, men logopedman, surdopedagogga borgan.
zaif ko'ruvchi bilan ishlay olaman, chunki u brail emas, o'sha katta shriftda o'qiy oladi alifboni. Men logoped sifatida u bilan shug'ullanaman. No lekin brailda men logoped sifatida bilmayman, lekin meni hozir qonun bor, o'sha brailni ham, daktilni ham o'rganishimiz kerak. Vaqt keladi, mumkin o'rganamiz. Shuning uchun o'sha aytadiki, nima deydi, etik tikish kerak, somsa pishirish kerak. Ruschada shunaqa maqol bor. Shuning uchun sizlar bilinglarki, sizlar logopedsizlar. Hamma narsaga o'zinglarni urish kerak emas. Sizlar bu bola bilan ishlol ko'zinglar yetmayaptimi ishlashga? Ota-onani oldida uzr so'rash kerak-da. Palonchi joyda mutaxassis bor, o'sha yoqqa olib boring. Vijdondan yondashish kerak. Bu demak hozir juda ham shaxsiy markazlar oshib ko'payib ketdi. Sizlar ham hozir juda ham ko'p eshitgan bo'lsanglar kerak. Kimdir kelib seminarlar o'tkazib beryapti sizlarga, lekin bu narsa hali sizlarni yaxshi mutaxassis bo'ladi degan narsa emas. 4 yil bakalavriada tugatib, diplom olgandan keyin sizlar mutaxassislar. Ana o'shunda qo'shimcha o'qinglar. U sizlarga pluslar. Lekin bir oyda sizlar hamma mana shu o'quv rejadagi fanlarni o'zlashtira olmaysizlar qizlar. Shuni menga mana maslahatim shu sizlarga. Demak, hamma fanlarni o'zlashtirgandan keyin ishlashinglar mumkin. Chunki ota-onalarning oldida biz mutaxassislar bo'lishimiz kerak emas. Inklyuziya deganda maxsus pedagog. Hozir sizlarda endi maxsus, mana bizda hozir maxsus pedagog deb chiqaramiz. Lekin maxsus pedagogning oldida hali bitta sinfda qoida bo'yicha 3 ta bola o'tirish kerak. Lekin u 3 ta bola ham har xil bola bo'lishi kerak. Bitta cochlear implant bo'lishi mumkin, bittasi zaif eshituvchi bo'lishi mumkin, bittasi zaif ko'ruvchi bo'lishi mumkin, yoki autist bo'lishi kerak, aqli zaif bo'lishi mumkin. To есть bitta sinfda 3 tagina bola o'tirish kerak. Undan ortiqcha bola ortiqchalik qiladi va me'yordagi o'quvchi 25 ta bo'lishi kerak. Shunaqa biza buyruq chiqarilgan Xalq ta'lim vazirligi bo'lganda. Endi hozir u qay darajada tatbiq etilayotganini men shunaqa bo'lyapti deb ayta olmayman. Chunki bilasizlar, sinflarda nima ko'p bola, sinfda ko'p. Mana sizlar o'zinglar o'qigansizlar, sinfinglarda nechta bola bo'lgan? Hozir ham shunaqa, lekin agarda bu inklyuziv sinf bo'lsa, 25 ta bola o'qish kerak. Demak, bizning O'zbekistonda huquqiy asosimiz bor. Ikkinchi komponent, ikkinchi yo'nalishimiz bu demak mana shu barcha aholiga inklyuziv ta'lim haqida ma'lumot berish kerak. Shuning uchun men qayerda bo'lsam, mana bugun birinchi kursda hali bular inklyuziv o'tmagan, inklyuziv ta'limni yaxshi bilishmaydi. Umuman hali xabari yo'q. Demak, bularni ham o'qitish kerak. Hozir barcha universitet institutlarda, demak, filolog bo'ladimi, yurist bo'ladimi, ekonomist bo'ladimi, hamma joyda pedagogika yo'nalishida inklyuziv ta'lim kiritilgan. Chunki o'sha ona tili ham, matematika o'qituvchisi ham inklyuziv ta'limdan xabardor bo'lish kerak. Shuning uchun bu jarayon hech ham tugamaydi. Agar men masalan shu bizani 14, 14, 15, 16, 3 yil davomida juda ham katta Yevrosayuzda loyiha bo'yicha ishlagan bo'lsak, biz 1000 taga bolalarni bog'chaga va maktabga tatbiq etdik, kiritdik. Lekin biz uning uchun boshlang'ich sinf o'sha o'qituvchilarni, tarbiyachilarni, metodistlarni, direktorlarni, mediko-pedagogik komissiyalarni hammasini o'qitdik va har bir 5 ta viloyatda oldik. Shu tarzda Buxoro ham bormidi? Buxoro ham bor edi.
lekin men 3 yil davomida hamma viloyatlarda yurib o'shani monitoring qilsam, o'qitgan o'qituvchimiz emas, boshqa o'qituvchi o'tiribdi. Nimaga? U o'qituvchi ko'chib ketdi. Demak, bu o'qituvchini ham o'qitish kerakmi? O'qitilmagan o'qituvchi ham bolalar bilan ishladi. Shu muammo. Hozir doimo demak, diagnostik markaz bor. Xalqda hozir maktabgacha va maktab vazirligi deb aytiladi, bilasizlar. Mana shu vazirlik nimada tashxis markazida himoya agentligi. yo'q, hozir u ham, lekin hozir tashxis markazida 72 soatlik Shokista Ahmedovani bilasiz-ku. 72 soatlik inklyuziv ta'lim bo'yicha barcha o'qituvchilarni o'qityapti. Bundan tashqari meni shogirdim inklyuziv ta'limda yozgan Taxtayarova, ko'rasizlar, monografiyalari bor. Kalbayeva, Xo'rajurayevna, ular ham inklyuziv bilan shug'ullangan monografiyasi bor. Endi Taxtayarova bu UNICEF'da a'zosi sifatida hamma viloyatlarga borib, menga krujka olib kelmoqchi edingiz. Hamma viloyatlarga borib, demak, o'sha inklyuziv ta'lim bo'yicha o'qituvchilarni o'qityapti. Lekin o'qituvchilardan tashqari yana kim o'qitish kerak? Rahbarlarni o'qitish kerak. Ularchi ko'plari hali inklyuziv ta'lim nimaligini bilishmaydi. Ota-onalar, ikkita ota-onalarmi? Sog'lom o'quvchilarning ota-onalari va nosog'lom, o'sha rivojlanishi nuqsoni bo'lgan bolalarda ota-onalari bor. Ular ham o'zimni nima bor edi? Rahmatim edi. Demak, juda ham katta muammo ota-onalarda. Sog'lom o'quvchilarning ota-onalari ham o'ylaydiki, yo'q, meni bolam bu bola bilan o'tirmasin. Kechirasiz, bu bola infeksion kasal emas, bu yuqtirmaydi. Shuning uchun demak, ota-onalar bilan ham ishlash kerak. Ularni ham o'rgatish kerak. Ularni ham aytish kerakki, bu ham seni bolang kabi teng huquqqa ega. Bugun sog'lom, ertaga nima bo'lishini kim biladi? Orttirish mumkinmi? Shuning uchun ota-onalar ham juda ham yaxshi ular miyasiga shunaqa bir o'qitish kerakki, ular ham qabul qilish kerak. Ko'p ota-ona qabul qilmayapti hozir. Nima uchun? Chunki nosog'lom bolani ota-onasi, endi bir misol sifatida aytaman, 2 yil oldin yengil darajadagi aqli zaif bolalarni bizani 52-yordamchi maktabimiz bor Toshkentda. Shu yerdan o'sha inklyuziv maktabga jo'natgan. O'sha vaqtida biz 5-sentyabrdanmi boshlaganmiz, 6-sentyabrdanmi o'qishga. 2 kun borgan maktabga. 2 kun borgan maktabga, keyin 3-kun yana olib, yana 52-maktabga ota-onasi olib borib bergan. Nima uchun? Meni bolamni u yerda urushibdi, haqorat qilibdi, kulishibdi ustidan deb. Demak, bu yerda ko'proq kim aybi? Bolalar o'quvchilarda emas, o'qituvchini aybi, ota-onani aybi, rahbariyatni aybi. Demak, nima uchun biz o'qitdik o'qituvchilarni? Qanday qilib bu bolalarni qabul qilish kerak? Qanday qilib o'quvchilarga bu bolalar haqida axborot berish kerak? Mana agarda masalan sizlar inklyuziv ta'limda yaxshi bilasizlar, nazariy qismidan, uni maqsadimiz amaliyotga tatbiq etish-ku. Masalan, o'sha juda ham ko'p videolarimiz bor. O'quvchilar imkoniyati cheklangan bolalar bilan tengdoshlari, me'yordagi tengdoshlari uchun nogironligini sezmaydi. U biz kattalar aytamiz, u bola jinni, u bola anaqa, bu bola bunaqa. Yoki ota-onasi aytadi, voy, meni bolam palonchi bola bilan o'tkazib qo'yibdi deb. Uni eshitgan bolalar boshqasiga aytadi. Shunaqa qilib, bolalar уже bir qanaqadir fikrga, salbiy fikrga ega bo'ladi.
bu demak bizaga bog'liq. O'shuning uchun inson sal gapirayotganda o'sha o'qituvchi ham gapirayotganda judayam o'zini nutqidan xabardor bo'lib, taktichniy bo'lib, hamma narsani gapirish kerak emas. Bizi vaqtida endi bu biza sovet davrida o'quvchilarni urishardi. Jinimisan? 37-maktabga jo'nataman. Bizada Toshkentda 37 maktab yordamchi maktab edi. Demak, o'qituvchi o'zi to'g'ri gap gapiradimi? Noto'g'ri. Demak, bu yerda ana shu kamsitilish bu bizani o'zbekona mos. Bir narsa bo'lsa biza kecha ketayotganda bittasi bolasini eshak deb urishyapti. Yevreylar bolasini qanaqa qat'iy nazar bo'lsa urishadimi shunaqa deb? Nima uchun dunyoda yevrey xalqi eng aqlli? Nimaga? Chunki ular haftada 2 kun ishlashmaydi. 2 kun uyda bolalar bilan o'tirishadi, hech qanaqa ish qilmaydi. Juma, shanba ya shanba oddiy. 2 kun hech kim ishlamaydi yahudiylar. O'shalar o'tirishadi uyda ham ortodoksalniy yevreylar bo'ladi, даже включательni ham qilmaydi. Shu ham bir ishga kiradi. Demak, hech narsa qilmasdan bolalar bilan o'tirishadi, bolalar bilan ularni tarbiyasini qiladi. Har safar sen zo'rsan, sen yaxshi insonsan, sen palonchi bo'lasan, sen unga erishasan deb bolalarni maqtaydi. Kechqurun o'tirib oila 2 ta bola farzandja ko'p farzandlilar ular ham 3 ta ham 4 ta ham birga o'tirishib o'sha duolarini qilib yotlab o'tirishadi. Kichkinalikdan o'rgatiladi. Shuning uchun ular odobli, bir-birini qo'llab-quvvatlaydi, hech qachon bir-birini anaqa haqorat qilmaydi. Bitta joyda bor yevrey albatta o'zini atrofiga yig'a oladi. Bizada aksincha. Nima uchun? O'sha bizani tarbiyamizda noqulay so'zlar bor. Mana sizlar kelajakda kimdir ota-ona bo'lasizlar, turmushga chiqasizlar, farzandli bo'lasizlar. Mana shuni esinglardan chiqarish kerak emas. Hech qachon bolani haqorat qilish kerak emas. Lekin afsuski bizani qanaqa protsessimiz yaxshi bo'lmasa shunaqa bo'ladi, qizlar? 2 ta qo'zg'alish protsessimiz, agarda mana shu qo'zg'alish jarayonimiz juda ham ustun bo'lsa, biza asabiylashamiz, o'zimizni tuta olmaymiz, o'zimizni demak boshqara olmaymiz, bolalarimizga urib janjal va oilada notinchlik bo'ladi. Bizani nerv tizimimizga bog'liq shu narsa. Shuning uchun 2 ta jarayonda esimizdan chiqarmaymiz. Qanaqa jarayon? Qo'zg'alish va tormozlanish. Va 2 ta omilni esimizdan chiqarmaymiz. Biologik va ijtimoiy omil nima uchun kerak? Bolani me'yorda rivojlanish uchun, o'zimiz ham rivojlanishimiz uchun. Bu demak inklyuziv ta'limning ikkinchi yo'nalishi bu demak jamoani inklyuziv ta'limning mohiyati haqida nima qilish, tushuncha berish. Bu juda ham katta vazifa turibdi bizning oldimizda. Buni bilan biz shug'ullanamiz. Uchinchi yo'nalishi bu mana shu bolalarda inklyuzivdami yoki maxsusdami o'qituvchilar tayyorlash. Sizlarni tayyorlash. Tayyorlamoqmizmi? Tayyorlamoqmiz. Lekin inklyuziv ta'limni kimdir mohiyatini tushunib oladi, kimdir tushunmaydi. Shuning uchun bizada kam soat berilgan bo'lsa ham, lekin mustaqil ishimiz, soatlarimiz bor. Shuning uchun iltimos sizlardan shu mustaqil soatlarimizga e'tibor berishinglar kerak va o'zingizlarni ustingizlardan ishlashinglar kerak. Agarda meni 2 soatlik leksiyam bu fanga yoki bu mavzuga kirishlar, lekin uni mustahkamlash, uni yaxshi o'zlashtirish, u mavzuga kirib ketish va uni gapirib berish, remissiya deydi.
qayta aloqa qilib berish uchun siz u mavzuni kamida endi sizlarning xotiralarga bog'liq 3 marta, 4 marta, 5 marta o'qish kerak. Yaxshi texnologiyalar bilan uni mustahkamlash kerak. Ana o'shanda sizlar mustaqil soatlarda bajargan bo'lasizlar. Hozir sizlar uchun o'qituvchilar mustaqil ta'limga hamma narsani qilib berishyapti. Savollar bormi? Qanaqa qilib javob yozish kerakligi bormi? Sizlar tayyor narsani olib, tayyor savollarni o'qib, tayyor savollarga javob berganini eslab qolishinglar kerak. Lekin afsuski bizda hali bugungi kungi yoshlarimizda ko'proq qanaqa idrok rivojlangan, ko'proq qanaqa idrokimiz to'ppa-to'g'ri ko'rish idrok. Ko'r, kopировать qil, qo'ya. Lekin bu bilan birga bizani tafakkurimiz, kognitiv tafakkurimiz rivojlanmaydi qizlar. Sizlar kitob o'qiganda, uni gapirib bergandagina sizlarda kognitiv tafakkurlar rivojlanadi va yaxshi mutaxassis bo'lasizlar. Men magistrlarda o'qitaman, shu necha yil oldin. Endi bu hozir 2 yildan beri mana hozir 1-kurs, 2-kurs, o'zimning Gersinimda ham 1-kursda o'qitdim. Hayron qoldimki, chunki magistrlar kelganda ham bakalavriatda ko'p narsa bilish kerak bo'lgan narsani so'rayman, bilishmaydi. Endi u probel deb aytardim. Lekin 1-kurs, mana 1-kurs hozir bugun juda ham yaxshi muloqotda bo'ldik. Men juda ham sizlardan xursandman. Faol qatnashdinglar. O'shanaqa faol qatnashish kerak edi. Gapirish kerak. Gapirishga o'rganish kerak. Lekin 1-kursimiz muloqotga kira olmaydi. Savolga yaxshi to'la javob bera olmaydi. Maktabda o'rgatmaganmisizlarda men hayron qoldim. Ayniqsa bu yil 1-kurslarimdan. Toshkentda 1-kursda maxsus pedagogikani o'qidimda. Mustaqil vazifa berganman, ular hammasini bajardi. Ya'ni referat yozib berish, slayd qilish. Bu o'zi dasturda mustaqil ishga berilgan edi. Hammasi referat topshirdi, hammasi slayd topshirdi. Lekin javob berishda 3-marta zo'rga qo'yib berdim. Keyin oxiritim 3 ta savolni bilib kelinglar. 3 ta savol. Birinchi shu savol, ikkinchi, 3-savol. Shu 3 ta savolni ham yaxshi o'qib kelisha olmadi. Mana sizlarga endi nima qilaman? Tajriba sinov o'tkazaman. Ertaga vazifa beraman. Bir safar leksiya, bir safar amaliy bo'ladi. Hammanglardan bugun sizlardan muloqotda bo'ldim. Hammanglar javob berdinglar. Yaxshi, xursandman. Lekin yana so'rayman. Keyin aytaman. Umida Qahramonning qanaqa talabalari? Yo'q, maqtaganim yo'q hali. Yo'q. Hali kechagi topshiriqlar bugungilar ikkala o'tgan bo'lib beraman. Tak, 3-ga nima ekan yo'nalishimiz? Maxsus pedagoglar. Va 4-yo'nalish bu ana shu inklyuziv ta'limga jalb etgan o'quvchilarimizga, bolalarimizga endi hozir maktabgacha yoshda ham tatbiq etamiz. Ularga demak o'quv metodik komplekslar yaratish. Bular demak bizda bitta narsaki, umumta'lim maktabimizning nimasi bor? Standartda o'qiydi. Standart deganda davlat standarti berilgan. Shuni agar o'zlashtirsang, o'tasan keyingi sinfga. O'zlashtirmasang, o'ta olmaysan. Lekin inklyuziv ta'limga jalb etgan o'quvchilarimiz ularda hammasini qanaqadir rivojlanishi orqada qolgan-ku. Zaif ko'ruvchi, zaif eshituvchi, yengil darajadagi aqli zaif. Hatto aqli zaiflarga men shaxsan o'zim qarshi bo'lganman. Mana natija o'sha aytgan aqli zaif, yengil aqli zaif bolalarni maktabga olib borganda ota-onasi 2 kundan keyin yana maktabga qaytargan, yordamchi maktabga. Mayli endi qonunda yo'q, buyruqda ketgan. Yengil aqli zaiflarni ham
endi ularni o'qitish bu standartga mos kelmaydi. Demak, ular uchun o'zlariga adaptiv dasturlar tuzish. Adaptiv deganda o'sha bolaga mos individual dastur, yakka tartibda dasturlar, qo'llanmalar, darsliklar, didaktik materiallar yaratish. Bu judayam oson emas. Chunki agarda bitta sinfda 3 ta turdagi demak o'sha rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola o'tirgan bo'lsa, ularga hammasiga demak o'shuning uchun hozir maxsus pedagoglar dedimi? Maxsus pedagog, umumta'lim o'qituvchisi, psixolog, o'sha yerdagi psixolog, rahbariyatdan bir 4-5 ta odam birgalikda va albatta tibbiy xodim albatta bo'lish kerak. Birgalikda shular uchun adaptiv yoki moslashtirilgan dastur tayyorlash kerak. Dastur tayyorlash uchun unda o'quv reja bo'lish kerak. O'quv reja bo'lish uchun istiqbol reja bo'lish kerak. Istiqbol reja bo'lish uchun unda o'quv reja bo'lish kerak. Mana qancha bosqichda tayyorlash kerak. Biz hozir adaptiv individual reja tuzishga sizlarni o'rgatyapmiz. Qanday qilib tuzish kerak? Lekin uni tuzish uchun demak bugun siz o'sha bor o'quv rejaga moslashtirib tuzishingiz kerak. Demak, bu bola me'yordagi bolaga 5 ta masal yoki misol bersanglar, bunga ham 5 ta berishinglar mumkin, imkoniyati cheklangan. Lekin soddaroq, yengilroq 5 ta emas, 3 tani ham hal qilish mumkin. Lekin bahoni bir xil qo'yishimiz kerak. Lekin bugungi kunda ko'proq mana shunaqa yondashuv bo'lmagani uchun sifat, inklyuziv ta'limda sifat hali yana talab qilinadi ishlashga. Masalan, Namanganda meni bitta shogirdim maxsus pedagog bo'lib ishlaydi. Biz doim yozuvdamiz. Shuning uchun men amaliyotda bilaman, nima qilyapti, nima qo'yyapti, nima qilish kerak va ko'p hali narsa qilish kerak. Demak, inklyuziv ta'lim komponentlari deganda yo'nalishlari 4 tani olsak, yana topilaveradi. Lekin asosiy qanaqa ekan? Birinchisi nima ekan? Yo'q, huquqiy. Demak, birinchi inklyuziv ta'lim komponenti huquqiy. Bizda O'zbekistonda demak huquqiy asosimiz mavjud. Hech qanaqa muammomiz bu yerda yo'q. Qonun deysizlarmi, nizomlar deysizlarmi, mana davlat tomonidan imtiyozlar deysizlarmi, hamma narsasi bor. To'lka bizni yaxshi o'qib, yaxshi sifatli o'qituvchilar bo'lishimiz mumkin. Defektolog, logoped, surdopedagog va hokazo. Bu ikkinchi komponentimiz aholini. Buni doimo bu hech to'xtatilmaydigan jarayon. Chunki sizlar ketasizlar, sizlarning o'rninglarga yangilik keladi, ularni ham o'rgatish kerak, ularni ham o'qitish kerak. Agarda shu maktabda jamoa, direktor, zavuch va hokazo birinchi sinfga 3 ta bolani kirgizdimi, u ota-onasi bilan, u bolalar ota-onasidan, bularda ota-onasi bilan majlis o'tkazib, shuni mohiyatini aytib berish kerak. Nima uchun? Chunki shunaqa tushunmovchilik, sog'lom bolalar tomonidan bularga nima o'tkazish, bosim o'tkazish yoki kamsitilish bo'lmaslik kerak. Bu juda ham qiyin jarayon. Chunki biz statikda emas, bitta joyda turmaymiz, rivojlanamiz, o'zgaramiz. Bugun bormiz, ertaga boshqa bizning o'rnimizga keladi. Demak, ularni ham o'qitish kerak. Shuning uchun men o'ylaymanki, sizlar hozir yaxshi sharoitdasizlar. Inklyuziv ta'lim bo'yicha juda ham ko'p adabiyotlarimiz. Shuning uchun iltimos, mana O'zbekistonda juda ham ko'p inklyuziv ta'lim bo'yicha monografiyalar, darsliklar, mana shu
meni shogirdlarim o'sha Taxtayarova bormi, Kalbayeva bormi yoki Fayziyevami yoki yana kim, Nazarova, hammasi shug'ullangan, hammasi o'zlarini shu inklyuziv ta'limga demak o'sha qo'llanmalar bormi yoki darslikka mana hozir UNICEF tomonidan darsliklarga как бы qo'shimcha material ishlagan endi masalan matematikaga yoki nimaga qanday adaptirovat qilgan endi moslashtirilgan shunaqa qo'shimcha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Lekin u ham UNICEF tomonidan ishlangan bo'lsa hamma maktabimizga yetmaydi-yu. Mana shu muammoda masalan meni ham o'sha hozir aytganlarim hammasini monografiyalari, kitoblari bor. Lekin sizlarga hali yetmagan-ku. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun albatta bu bir mana shu inklyuziv ta'lim bo'yicha shu kitoblarni elektron variantini qo'yish kerak edi. Sizlar shular bilan foydalanishinglar kerak. Buni endi men o'ylaymanki, bunga erishishimiz kerak. Borganda buni tashkil etaman. Globus degan nima bor ekan, kim biladi? Platforma bor ekan. O'sha yerda elektron kitoblarimiz bizani demak O'zbekistonda chiqqan kitoblarda o'sha yerga qo'yish mumkin ekan. Shunga kirib olishinglar mumkin ekan. Men ketgunimcha buni aniq qilib bilamanda, keyin sizlarga ham berib ketaman. Shu Globusda ishlaymiz sizlar bilan. Hamma bor inklyuziv ta'limga chiqargan barcha bizani o'zbek olimlarimizni didaktik materiallari, normativ hujjatlarni hammasini qo'yishga harakat qilamiz. Demak, bu huquqiy asoslari va aholiga axborot berish. Bu uchinchimiz nima? Tayyorlash. Bu yerda demak muammomiz yo'q bo'lsa ham, lekin sifatli tayyorlash muammo. Oxirgisi darsliklari, demak normativ hujjatlar va metodik hujjatlarni tayyorlash, bu demak o'sha 4-komponent. Har bir komponenti bo'yicha biz sizlar bilan demak axborot o'tishimiz kerak. Ustozni aytayotganlarini hammasini ham tinglang, ham yozib oling. Shu yoshda ikki barobar tinimsiz dars o'tish oson emas. Rektor bittalab ko'rsatib o'tiribdilar. Xafa bo'lyaptilar sizlardan. Yo'q, men o'zim aytdim. Yo'q, endi mayli. O'ynab o'tirganlarni ham o'sha yerda ko'rib aytdilar. U noto'g'ri. Tak. Bu inklyuziv ta'lim bo'yicha sizlar uchun ko'p ekansizlar. Bitta gruppami, nechta gruppasizlar ikkinchi kurs? Shu hammalar bitta gruppami? Yo'q. Logopedmisizlar sizlar ham? Nechta? Ikkinchi kurs bitta gruppami shular? Bular bitta gruppa. Katta-yu gruppa. Nechtasizlar? Bitta. Yo'q, bular bildim уже. Onlaynda nechtasi bo'ldi ekan? 23tasi. Spiskasini qilib berasiz. Starosta spiskalaringlarni qilib beringlar. Bular bitta gruppami? Shunaqa katta gruppami? Onlaynda ham bormi? Ana onlaynda o'tishdi. Endichi 3, 4, 5, 6, 7 bular nimachi? Kim yaxshi bilasizlarmi? Anaqani nimani toping. Nimani toping? Hozir qaysi edi sizniki? Nima? Men bitta mavzuni toping endi bularga 10-ginizdan bitta bularga va'da berdim bugun o'tib berishga. Sizlarga qaytarish bo'lish mumkin. Demak, keyin ikkita maktabim bor edi.
o'sha hozir yana shunga qaytdik. Hozir 12 yillik bo'ldik, eshitasizlar, bilasizlar. Demak, hozir nulyovkadan boshladik. Nulyovka bu o'sha sinf hisoblanadi. Shuning uchun 12 yillik bo'ladi. U vaqtida 6 yoshli maktablarga tayyorlov sinflari edi. Demak, meni ikkita o'qituvchim bor edi. Bitta maktabda 6 yoshlikni rus tiliga o'rgatardik. Yana bitta tajriba o'tkazardim. Bitta maktabda Saodat opa, hali esimda bor, hali ham o'sha o'qituvchi. Bittada Malika degan. Ikkalasi har xil. Saodat opa juda ham og'ir, vazmin, hamma bolalarni zo'r qilib tarbiyalab, zo'r qilib o'qitgan. Malika yoshroq edi. U e'tibor bermagan tarbiyaga-da, ko'proq ta'limga e'tibor bergan. Shuning uchun bolalar eshitmasdi, yugurishardi, bir-biri bilan tortishardi. Saodat opada shunaqa chiroyli o'tirib, shunaqa eshitishadi. Qaysi bolalar ko'proq o'zlashtiradi? Nima deb o'ylaysizlar? Saodat opaniki. Shuning uchun tarbiyalab, ta'lim beramiz, ta'lim berib tarbiyalaymiz degan narsa bu bizga ham taalluqli. Qat'iy nazar me'yordami yoki rivojlanishi nuqsoni bo'lgan bolalarni biz sizlar bilan ta'lim beramiz, tarbiyalaymiz va korreksion ish olib boramiz. Mana shu bilan biz farqliroq umumta'lim o'qituvchilardan shuni bizning farqi. Shuning uchun biz sizlar bilan bitta nuqsonli bolani o'rganmaymiz. Nuqsonli bolalarni o'rganishdan oldin biz ularni me'yorini o'rganamiz. Shuning uchun mana birinchi kursda nutq 10 ginezini beryapti. 10 ginez degani ana shu tug'ilgandan to oxirigacha rivojlanish bosqichlari. Buni biz nutqiga e'tibor beramiz. Lekin bola rivojlanish deganda qanaqa yo'nalishlari bor? Bog'chada kim ilk qadamni, kim dasturini biladi? Nechta yo'nalishimiz bor u yerda? Qanaqa? Mana shu rivojlanish, agar bola masalan qanaqa rivojlanar ekanmiz qizlar? Bola qanaqa rivojlanar ekan? Davrlari. Yo'q, mayli, endi hozir uni prosta men bulardan so'rayapmanki, eslariga tushsin deb. Demak, shu qator nutqiy rivojlanish. Biz logoped bo'lgani uchun birinchi kurs bilan o'sha nutqiy 10 ginezini, nutq rivojlanishi qanaqa bosqichlarda o'tadi. Mana shuni nutqiy 10 ginezi deydi. Uni nuqsoni, noto'g'ri rivojlanishini qanaqa deb aytamiz? Diz 10 ginez deymiz. Qanaqa derkanmiz? Me'yorda rivojlanish nima deyiladi? Hammamiz aytamiz. 10 ginez. Nuqsonli rivojlanishi esinglardan chiqmaydimi ikkinchi kurs? Bularda esidan chiqmaydi. Demak, 10 ginez, diz 10 ginez. Demak, rivojlanishida aqliy rivojlanish bitta yo'nalish. Buni biz o'tmaymiz. Biz nutqini o'tamiz. Jismoniy rivojlanish bormi? Nutqiy rivojlanish, o'z-o'zini boshqarish bormi? O'z-o'zini boshqarish va albatta sensor tarbiya. Ana shuni, demak, o'sha ilk qadam dasturida maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash dasturida juda ham yaxshi mana shu bo'limlar berilgan. Iltimos, bir nimalarda maktabgacha bo'lim bormi sizlarda? O'sha ularda bo'lsa, demak, bibliotekada bu ilk qadam dasturi bor. O'qib chiqsanglar, bu sizlarga demak, o'sha nuqsonli bolani qaysi o'sha rivojlanish yo'nalishida nuqson, kimdadir nutqiy, biz как logoped nutq bilan shug'ullanamiz. Kimdir demak o'sha bilish jarayonida, sensor rivojlanishida. Demak, sensor rivojlanish deganda nimani tushunamiz? Bola qanday olamda o'zlashtiradi? Rang, shakl, fazoviy tasavvur va eshitishi. Bilasizlar, endi bunda to'xtamayman. Demak, mana shu biz sizlar bilan defektolog, pedagog
logoped va yo'nalishi bo'lishi bilan birgalikda biz eng avvalo bolani rivojlanish me'yorini bilishimiz kerak. Ana me'yorini bilmasdan turib biz uni nuqsonini bilolmaymiz. Mana menga masalan 3 yoshli bolani olib keldi. Bola hali yura olmaydi. Bu me'yormi, me'yor emasmi? Me'yor emas. Demak, necha yoshda bola yurish kerak? 1 yoshda. Bunda qanaqa rivojlanish deydi? Demak, yurishi, o'tirishi, harakat tayanchida. Bola masalan 5 oylik bo'ldi. Hali ham bo'ynini ko'tara olmaydi. Me'yormi, me'yor emasmi? Necha oyda bola qorniga yotqizsa? 2 oyda. Mana bilarkansizlar. Demak, o'sha agarda shunaqa bolani olib kelsa, kallasini ushlay olmasa, demak, sizlar solishtirasizlarmi? Demak, biz doimo sizlar bilan qiyosiy tashxisimiz asosida bolani o'rganishimiz kerak. Me'yorda bunaqa bo'lish kerak. Demak, bu me'yordan o'tib ketibdi. Eng ko'p mana ko'p hozir, shu qo'yib bering qizim. Ruhiy rivojlanish orqada qolgan deb aytadi. Bu aqli zaifmi? Aqli zaif? Yo'q. Yo'q, aqli zaif emas. Demak, ruhiy rivojlanish suslashgan deydi Shoumarov. Men aytamanki, ruhiy rivojlanishi orqada qolgan. Aniq suslashgan bo'lsa, suslashgan. Lekin aniq задержка психического развития orqada qolgan. Уже shundan bilamizki, demak, o'sha xotirasi, diqqati, tafakkuri me'yorda emas. Yoki o'sha bolani, demak, me'yorda 10-ginizda rivojlanish davrlari me'yorda emas. Bola rivojlanishida o'sha barcha me'yoriy rivojlanish bosqichlarini o'tadi. Lekin nuqsonli bola o'sha o'tadi, lekin o'ziga xos xususiyatlari bilan. O'ziga xos xususiyatlari deganda o'sha nima ekan? Kechroq, o'sha demak, o'sha nuqsoni bo'lgan organi qay darajada jarohatlangan, bilish jarayoni turg'un buzilishini nima deb aytamiz? Aqli zaifligi. Lekin o'sha bosh miyani bitta braka markazi, agarda braka markazi dedi, bu demak bola nutqsiz bo'ladi, motor alalik. Bitta bir qismi nima vernika markazi bo'lsa, bu sensor alalik deydi. Только demak bu bitta bir qismi. Bosh miyani total jarayon buzilishini aqli zaiflikka olib keladi. Demak, o'sha rivojlanishida har xil me'yordagi bola nutqida rivojlanishida aqli zaif har xil bosqichini o'tadimi? Demak, kechroq, qiyinroq o'sha jarohatlanish oblastiga, katta kengligiga qarab, keyin yana o'sha qanday unga korreksion yordam ko'rsatishi bilan, demak, sizlarga bog'liq, bizga bog'liq, uni korreksiyalash yoki me'yorga yetkazish yoki nuqsonni bartaraf etish. Mana shuni esinglardan chiqarmaslik kerak. Va Vygotskyning o'ziga xos bir nechta konsepsiyalari bor. Shu konsepsiyalarda iltimos, hozir qo'l ko'taringlar, kim sun'iy intellekt bilan foydalanadi? Qo'l ko'taringlar. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta qolganinglar foydalanmaysizlarmi? Kimni ko'rdinglar? Sun'iy intellektdan foydalaninglar. Nimani bilmasanglar, shunda yozinglar, sizga tayyor javob. Lekin referat yozganda sun'iy intellektdan foydalanib miya ishlamasa, men sun'iy intellektga baho qo'yaman, sizga 2 qo'yaman. Lekin axborot olishga foydalanishga bemalol. Shuning uchun iltimos sizlarga uy vazifa. Qizlar, demak, sun'iy intellekt orqali psixologiyani hammanglar o'tgansizlar, men hech shubha qilmayman, bilasizlar, lekin
mana daftaringlarga o'sha sun'iy intellektdan yozib alohida yopishtirasizlarmi, qo'linglardan yozasizlarmi? Lekin keyingi ertaga uchrashuvda kamida 5 ta atamani yodlab berasizlar. Xohlaganinglarni qaysizlar? Demak, nima? Xotira nima? Tafakkur nima? Bola nima? Ontogenez nima? Dezontogenez nima? Inklyuziv ta'lim nima? Nechta bo'ldi? Ha. Xotira, diqqat, tafakkur yozdinglarmi? Nimaga yozmadingiz qizim? Mashachi siz vaqt o'g'irlayapsizlar o'zingizlarda. Sizlar ham yozmadinglar-ku? Nechta yozdingiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Nima o'qing? Xotira, tafakkur, bola, antagonist, disantagonist, diqqat. Xotira yozdingizmi? Xotira, tafakkur, bola. Inklyuziv ta'lim yozib qo'yinglar. Mana shuni menga ertaga nima sun'iy intellektdan просто nima deganligini olib menga daftaringlarda ko'rsatasizlar va eslaysizlar. Endi maxsus pedagogika nima va psixologiya nima va neyropsixologiya nima? Nima farqiga borish kerak? Demak, daftarda nima jadval qilasizlar, maxsus pedagogika, pastda qovus ichida defektologiya nima deb beradi sun'iy intellekt. Psixologiya, neyropsixologiya. 3 ta bo'ldimi? Bo'ladi. Xo'p, ana o'shanda sizlar qiyosiy bu fanlarni bilasizlar. Chunki bizani maxsus pedagogika boshqa fanlar bilan bog'liqligini bilasizlar, ha? Qaysi fanlar bilan bog'liq? Tak, yana? Anatomiya, psixologiya, fonetika, Ona tili, fonetika, ona tili. ona tilida Otolaringologiya. Siz ham aytmoqchi edingizmi? Yana u. Tibbiy fanlardan tashqari yana nima bilan? Tarbiya, falsafa, Falsafa, pedagogika, yana? Uni yetishdi. Lingvistika yana? Fonetika yana? Shuning uchun bizani fanimizni metodologiyasi deganda nimani tushunamiz? Metod va metodologiyani kim aytib beradi farqini? Metod, usul va metodologiya nima bu? targ'ib qilish. Tak, usul nima? Usul endi qanaqadir bir mana o'zim soham bo'yicha oladigan bo'lsam, mana rivojlanishida yoki o'sha nimasida rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolani ustida qanaqadir bir usul yoki tajribani orttirish. Nima bu usulmi? Yo'q, Metodologiya. orqali. Yo'q. Masalan, usul bu nima? Konkretni ayting. Usul bu qizlar. Mana shunaqa nimalarni men keyin anaqa magistrlardan so'rasam, ular ham bilmaydi. Metod nima, metodologiya nima, tamoyil nima? Bu-chi 2 kara 2 ni kechasi o'rgatsa ham bilasizlar-ku. 2 kara 2 nechi? To'g'ri. Hammamiz bilamizmi? Hozir u bolalarimiz karrani bilmaydi. Biz sizlar bilan karrani o'qigansizlar. 5 kara 5 nechi? O'ta shuning uchun pedagog ekonomistdan farq qilanadimi? Siz pedagogsiz, biz o'zimizni atamalarimizni juda ham yaxshi bilishimiz kerak. Shuning uchun sizlarda Muminova, Nazarovani lug'ati bo'lishi kerak. Nima ayting, bitta lug'atini ham sizga beraman, qilib beringlar bularga. Shuning uchun lug'atdan foydalanish kerak. Hozir buni birinchi kurslarga beray. Ustoz, buni hozir birinchi kurslarga beraman, qolgan joyini. Yo'q, bu emas. Boshqasini aytyapman. Lug'atni aytyapman. Buni qoldirib binay berasizmi? Bugun hozir bularga tarqataman, keyin bularning 3-parasi bor. Bular 3-parasi yo'q. Ha, yo'qmi? Bularni bo'lmasa o'sha yerda uchrashamiz-da sizlar bilan. O'sha xonada berasiz-da bo'lmasa bularni.
tak endichi masalan juda ham ko'p narsani sizlar bilishinglar kerak. Lekin usul nima, metod nima, metodologiya nima? Biz sizlar bilan nima uchun aytyapmiz? Maxsus pedagogika boshqa fanlar bilan bog'liq. Nima bilan bog'liq? Mana juda ham ko'p aytamiz, bog'liq. Kim aytadi menga, masalan, psixologiya bilan nima bog'liq? Psixologiya va bilish jarayonlaridagi masalan xotira, diqqat, tafakkur bizning sohamizga bog'liq bo'ladi. Nima uchunki mana rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolada mana xotirasida, diqqatida yoki tafakkurida rivojlanish. To'g'ri. Bu demak psixologiya fanidan biz demak o'sha logopediya faniga kiritdik shuni va ularda o'shuning uchun sizlar umumiy psixologiyani, yosh psixologiyani, maxsus psixologiyani o'rganyapsizlar. Demak, ana o'sha yerdagi nazariyalar bizani fanimizga metodologiya sifatida kiryapti. Lekin metodologiya deganda bu mualliflik metodologiyasi, Vygotskyning metodologiyasi. Mana hozir demak o'sha bolani me'yorda va nuqsonli rivojlanish konsepsiyasi, aktual va yaqin rivojlanish zonalari eshitganmisizlar? Keyin birlamchi va ikkilamchi nuqsonlar degan konsepsiyasi bor. Kompensator imkoniyatlar degani ichki va demak bular hammasi konsepsiyalar. Demak o'sha Vygotskyning nazariyalari. Ana shular bizani fanimizga как metodologiya sifatida kirgan. Demak, oldin sizlarga o'rgatganmi? Bizani yerimiz, sharimizni kim ushlab turgan? Bilasizlar? Toshbaqa fil. Agar biz mana masalan yerni nima qilsak, bu yerda 3 ta demak 3 ta toshbaqa ushlaganmi yo slonlar 4 tami? Mana har bir ustun bu yer uchun metodologiya. Agar bu yerda maxsus pedagogika desak, har bir ustunimiz bu metodologiya. Bizani fanimizni ushlab turgan. Bizani shu konsepsiyalarni, nazariyalarni biz bilmasak, biz sizlar bilan yaxshi bo'la olmaymiz. Shuning uchun mana 10-ginizda ham biz sizlar bilan o'sha rivojlanish bosqichlarini meni nazariyam emas, men ham adabiyotdan o'qib aytaman. Leontiev shunaqa degan bosqich rivojlanish, nima Rozengard Popkoniki yoki yana kim u yerda bor? Nima Saxinni maktabgacha yoshdagi u dashkolnik, uni nimasi nazariyasi bor, bola qanday rivojlanadi. Bu hammasi qaysidir muallifni nazariyasi bizani fanimizga g'oya sifatida. Agar biz shuni bilmasak, biz sizlar bilan yaxshi mutaxassis bo'la olmaymiz. Shuning uchun har bir fanni o'zini metodologik asoslari bor. Shuning uchun sizlar bitiruv ish, magistrlik ish, diplom ish yozganda har bir o'zingizlarda mavzularda metodologik asos sifatida o'sha mualliflarning g'oyalarini, nazariyalarini yozib o'tishinglar kerak. Mana shu metodologiya. Metod bu faoliyat, o'qituvchi bilan o'quvchini orasidagi faoliyat. Hozir men sizlarni o'qityapmanmi? Men sizlar bilan qanaqa usul bilan gapirishaman? Qanaqa usul gapirishyapmiz? Men sizlardan so'rayapmanmi? Sizlar javob beryapsizlarmi? Qanaqa usul aramiz? Savol-javob usuli. Mana bu usulimiz hozir men sizlarga ta'lim bergan usulim bu demak savol-javob. Demak, o'sha meni ma'ruzam, monolog, gapirib sizlar jim o'tirsanglar, men gapiraversam, bitta odam gapirsa monolog, ikkita odam gapirsa dialog, savol-javob. Demak, metod deganimizda, usul deganimizda bu og'zaki usul, yana qanaqa usullarimiz? Yozma usul, informatsion usul, kompyuter dasturlari, yana nima? Qanaqa? Yana texnik vositalari usuli asosiy maktabgacha yoshdagi bolalarda qanaqa faoliyati?
ya'ni o'yin. O'yin. Demak, o'yin ham usulmi? Usul. Mana bu usullarni sizlar bilishinglar kerak. Demak, usul bu o'qituvchi bilan o'quvchini orasidagi faoliyat. Agar men jim tursam, sizlarni o'qita olaman. Sizlarga hozir zarur bir biladigan informatsiya, ma'lumot berdimmi? Qaysi usul bilan? Savol javob bilan. Men bildim, sizlar buni yaxshi o'zlashtirmabsizlar. Men sizlarga axborot berdim. Demak, savol javob usuli bilan. Shuning uchun qizlar, usul endi agarda qiyin bo'lmasa, yasha tamoyil juda ham bu murakkab narsa. Sizlar o'zlashtira olmaysizlar. Nimaga bilmayman. Usulni o'zlashtirasizlar. Agar aytsam usulni yozib kelinglar desam yozib kelasizlar, lekin men aytmayman. Lekin tamoyil deganda nima bu tamoyil? Nima? Prinsip deydi, ruscha. Ya'ni tamoyil, ya'ni bitta narsaga asoslangan holatda o'sha narsani biz boshqalarga ya'ni talab qila olamiz. O'sha narsaga asoslangan holatda bajaramiz. Uni ushlab bo'ladimi? Yo'q-da. Demak, bu bir abstrakt narsa, lekin ana shu biz ta'lim, tarbiya, korreksiya berishga yondasha olmaymiz. Shuning uchun men logoped, ana ekonomistdan farqliroq men tamoyilni bilaman. Qanday qilib bolalarga yondashish kerak, qanday usullar bilan uni o'qitish kerak. Shu bilan farqli. Ekonomistning ishini men ham bilmayman, Shuning uchun biz farqlarimiz nima bilan? Mana shu fanni ilmiy nazariy asoslari bilan. Qizlar, mana bu xafa bo'lmanglar, bilmas ekanman deb. Bu magistrlarim ham bu savolga javob bera olmaydi. Hatto bu sizlarning aybinglar emas, bu bizning aybimiz. Demak, birinchi kirgan fan o'qituvchi, men mana masalan, har bir fan ertaga logopediyadan kirganda logopediya darsligi bor, bilasizlarmi? Muminova, Ayupova, Volkova va hokazo. Ruscha, o'zbekcha bor. Nimaga kirsanglar, internetga kirsanglar, nima bor, elektronniy variant, logopediya. O nechinchi yilda? Har bir fanni darsligini o'tganda sizlar birinchi mundarijani qaranglar. O'rganinglar shunga. Mundarijada birinchi bob nima beriladi? Shu fanni hozir mana 10-ginizda biz o'tamiz. Maqsad, vazifa, obyekt, predmet, metod, prinsip, boshqa fanlar bilan bog'liqligi, metodologik asoslari. Mana shu hammasi fanni, logopediya fanni. 10-giniz kursimizni, inklyuziv ta'limni ham o'sha yerda bor hamma narsasi. Mana shuni fanni ilmiy, nazariy va metodologik asoslari deb nomlanadi. Fan logopediya, psixologiya, fiziologiya, neyrofiziologiya, neyropsixologiya bu fanlar. Shu fanlarni o'rganib biz mutaxassis bo'la olamiz. Va shu fanlarda birinchi darslikni birinchi qismi bu demak ilmiy nazariy asosi nima kiradi? Obyektni aytdikmi qizlar? Obyektimiz kim? Ontogenezda obyektni aytdik, predmetni aytdikmi? Inklyuziv ta'limda maqsad vazifalarini aytdikmi? Demak, o'sha bizani mutaxassis maxsus pedagogika boshqa fanlar bilan bog'liqligini aytdikmi? Aytdik. Usullarni aytdikmi? Aytdik. Metodologiya nimaligini aytdikmi? Shuni hammasini biz yaxshi qilib bilsak, mana shu mutaxassis qanaqa bo'lishini o'sha yerda kasbiy va shaxsiy kompetentligi mutaxassis qanaqa bo'lishligini ham o'sha ilmiy nazariy asoslarga kiradi. Demak, logopediya fanining yoki psixologiya fanining yoki demak neyropsixologiya, neyrofiziologiya fanining ilmiy nazariy asoslari nimadan iborat desam nima deb aytasizlar? Obyekti, predmeti, maqsadi, vazifalari, tamoyillari, Молодец. Metodlari, boshqa fanlar bilan bog'liqligi. Молодцы. Chapak chaldik.